Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 25-aprel haftani juma kuni 2025-yil. Bu akamizning mahsulotlari yosh qizchalarda ko'ylakchalar ekan. Nech puldan deyapsiz bularni? 25 ming 1 yoshdan 5 yoshgacha. 25 ming so'm ekan. 1 yoshdan 5 yoshgacha. Siz birinchi qo'lmisiz yo olib sotarmisiz? Birinchi qo'lsiz, yaxshi. Mana bu narsa shuni rasvetkasi ekan. Bunlar qanaqangi? Ular 7 yoshdan 10 Ikkitasi yoshgacha. o'zingiz ko'tarib tura olasizmi? Mana, ho, 1 yoshdan 7 yoshgachami bu ya? Yo'q, 7 yoshdan 10 yoshgachasi bor, 37 ming. 7 yoshdan 10 yoshgachasi 37 ming so'm ekan. Bunisi bor 2 yoshdan 6 yoshgacha. Bu 2 yoshdan 6 yoshgacha 30 ming so'm. Telefon nomeringiz 99lik 99lik 760 760 97 97 ga telefon qilaverasizlar. Mana buningiz nech puldan? Ular 20 ming. Mana 20 ming so'mdan ekan bular. Manzil Qo'qon shahri Stayanka bozoridan ko'rsatyapmiz biz. Ya'ni kim Stayanka bozori o ichkarida biz bu tarafidan ko'rsatyapmiz-da. Mana yangi mana masjid tushyapti sizlarga yaqin qilib ko'rsatay. O masjid tushyapti mana. Shu masjidga yaqin joyda o'tirishadi bu aka. Mana yaxshilar mana bu tomonda bunaqangi panjarali bir shilaka blokdan qurilgan do'koni bor. Kimdir kelsa axtarib urmasin qayerda ekan deb. Bu bozorda dushanba, juma kuni bozor bo'lyapti. Ertalab 5 ta bozor boshlanadi, kunduzi 12 ga bozor zo'r bo'ladi. Xullas vaqtliroq kelaverasizlar. 37 ming. 30 bor.